Anim mashina mava. Ma ko'liyam chiqardigan fasada bo'lma, mana g'ishtini yemaydi ekan. He. Ko'liyam chiqib turyapmiz haliqa. Anvar bo'rshidan birisi so'rabdiki, qili ham yaxshimi yoki talqa ham yaxshimi deb. Qiymati yo'q mana shunaqa narsalarni ko'li qilib, anondikin bergandikin andoq foyda qildim, bundoq qilib foyda. Bu faqat nima degan chog'ida bu fiziklik o'zgarish. Ximiyalik o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda tarkibi o'zgarmaydi. Buni bu qilini mana o'xshash qo'noqning shexini yemagan g'ollarni mana salsaqmi bunda qili bo'lib chiqdi. Lekin u yana baribir qo'noq shexida u. To'g'ri. Yo'qolib qassaqmi bunda chiqdi, qatmasaqmi bunda chiqdi, tuz qassaqmi chiqdi. Ham buning ichida qancha % aqsil bor, qanchalik malga foyda qilgan narsasi bor degandek bunda muhim yerlar bor. Buni hammamiz yasay olamiz buni. Manda mashinadan bir narsa qamini salsaq bo'ldi. Lekin aholani maning qaranglar mana. Mavo hamda Tenjindiki, Tenjin Yushan bo'lsa mana mavo bizningki Tenjingang desilindi mavo. Maning qurishlarimiz shu chetaldan kirdi. Anandan keyin bizningki mavo Sarxilninki yemlari mana. Sarxilninki yemida mana bir alaylik bor. Xaltisini tortib, ichidagi ozuqliqlarni tortib hammasi bizningki bir umr mushishni qilgan ustozlarimiz tadqiq qilib, loyilab qilgan. Anandan maning qaranglar. Mavo telefonimizningki pul to'laydigan yerini ochimiz-ku, hammamiz bilamiz, pul to'lashni bilamiz. Arvimani mandal skanerlaymiz mana. Skanerlagandan keyin xalqarалық beqish usuli chiqadi. Mush xalqaro beqish o'lchimida loyilayotgan mana. Qaranglar, mana mush muzayam shu. Anandan keyin muzayingiz 40 kilodan 60 kilogrammgacha mush muzaydan baqimiz, mushunda sutni ayirishmazgiligi shu. Umumiy yem qashak miqdori bir kunda 1 kilogramm yeydi kuniga. Ko'rdingizmi? Anandan keyin yem miqdori mana bu muzay yemi 100 gram. Qashak miqdori 900 gram. Anandan keyin asosli ozuqlik ko'rsatkichlar, ya'ni mush qashakdan qanchalik bermasa, qo'noq silos 500 gram. Qo'noq shexi berishga bo'lmaydi. Quruq bida 400 gram bug'doy samini berishga bo'lmaydi. Demak 500 gram qo'noq silos beramiz, 400 gram bidi beramiz, 100 gram mana mayamdan beramiz. Mush bit sutini ayirib 40 kiloluk muzayni 60 kilo olib o'tamiz. 60 kilo bo'lganchada anandagi yana bir 60 kilodan 150 kilogacha o'sish mezgilining yemi bor. Hozir hamda sizlar Yaponiyaga berib yem tangshashni o'rganmasanglar bo'ldi. Amerikaga chiqib yem tangshashni o'rganmasanglar bo'ldi. Chunki Noya dashoga berib yem tangshashni o'rgangandek, hozir mushning aynik aruymaga izvatdiq. Anandan keyin mushiningki ichidagi yemninki retsepi, beqish usulining hammasi mush eng yuqori saviyaga opirvatdiq. Sizlar mushni opiriblam, muzayga qanday tangshayma, bo'y o'stirgan qanday tangshayma, tug'ut vaqtida qanday qilaman demay opirib bersanglar bo'ldi. Shu pit beqitli bersanglar bo'ldi. Baxmishlarning mushta foydalanishni umid qilamiz. Biz hozir Chirnoyisninki Chir bozorida. Mutallib apandim, mishaninki bizningki Chir bozorininki mas'uli. Dastlabida 6 oy burun kichik do'konima do'kon yerim deb ichib boshlab sinab baqqan. Anandagi ish qayniyoq kayinni uzatib, endi mayaqdagi iskolatlarni uzatib, hozir rasmiy mana Sarxilninki 400 ming pound atrofidagi shunda cho'ng ichivatdi. Demak, mana Sarxilninki bundan keyingi taraqqiyotni baxmichilar bilan birlikda bilib yetdi, mahalliklarninki qizg'inlik bilan setib ana shu holatda. Unda bo'lib qolsa, mushu Chir bozorida Sarxilninki har qanday mahsulotlar lozim bo'lib qolsa, mana nomer telefon qilsanglar bo'ldi. 189 99 43 50 38. Mush nomerga usanglar jiqroq bo'lsa yetkazimiz. To'g'ri. Hozir men shu 300 ko'ylakni yuqori maliga hammasi yetkazib, az demay. Gaz va mashinada? Gaz bor. Yaxshi.